Yo'limiz baymak kachol, turistskiy kachol. Zaifga tushgan edi. Zbrasnoy krandan suv oqyotdi. Kelib qarasak, ham zbrasnoy krani, rem komplektlari. Xo'sh, kacholda ozgina muammolar bor ekan. Anchadan beri servis qilinmagan, chistga qilinmagan. Turbinalardan ham, vichkalardan ham suv oqib ketgan, ko'rsanglar bo'ladi. Первичный, вторичный to'planmaliklar anchadan beri yuvilmagan. Buni endi faqatgina zapchas almashtirmaymiz, polni servis qilib, profilaktika qilib, yaxshi holatiga qaytaramiz. Mana kacholimizni chochib oldik. Ichki detallarini mana первичный, вторичный to'planmaliklar mana bular kislotada yuviladi ichlari. Xo'sh. Mana turbinalari, gazli горелкалari, gazli reduktorlari mana bular hammasi podetalni yuvilib yaxshi holatga keltiriladi. Mana shu profilaktika, полный kapitalniy profilaktika deyiladi.